Men orqamdan yaxshi inson deyishadimi yoki yomon inson deyishadimi farqi yo'q. Men orqamdan gapirilgan gaplarga e'tibor bermayman. Muhimi, men oldindaman. Sizga ham maslahatim shu. Og'ir kuningizda hol-ahvol so'rashga yaramagan insonlarni o'zi kim u, gapi nima bo'lardi? Assalomu alaykum aziz do'stlar, xudo xolasa yo'la chiqqanlarimizga 30 kun bo'ldi. 17-may xudo xolasa. Hozir Uralskiy degan yerga keldik. Atrofga qarab yurishayotirmiz. Akşam Aktubidan shu yo'l yana yanglishmasam Aktubidan keladi, bir Uralskiyning shaharına qarab ketasan. Bu yo'l atrofga qarab yurishatasan. Ekan bize şundan qarab xudo xolasa yetib o'tirmiz. Alloh rozi bo'lsin, tanajonlarning sog' bo'lsin. Chiroyli kommentariylar yozib turibsizlar. Rahmat sizlarga. Ilohim sizlarning boshlaringiz omon bo'lsin. Sizlar ham Allohning baytına borish nasib etsin. Xudo xolasa inshaalloh yetib borsak, haqlaringizga duolar qilib, payg'ambarimiz Rasulullohga salom yetkazib qo'yamiz. Asa do'stlar, sog' bo'ling, omon bo'ling, kuzatavering. Hozir do'stlar shu pastdan balandga qarab chiqdik hozir. Shuni sevindik bilan. Bana qarab yurishamiz hozir. Yana yurtdoshlar, shunda do'stimiz bu yoqdan Furoda yuqatda ekanlar, Smolenskga botir ekanlar, ko'rib qoldilar. Alloh rozi bo'lsa tushib ko'rishlar. Yana shunda yana hammasi yaxshi, o'zlarimizning shu Pitnak bozoridagi zapravkani dashiman dedilar. Shundan do'stlarimiz uchalarimiz to'xtab bir nodar samajan bir 5 manat 10 manat bizlar bilan suhbat qiladilar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hammasi yaxshi, xudo xolasa biz shu yo'limizni shu atrofga qarab davom etib o'tiramiz. Yana sevindi kurt yeb olibdi, yana Qozog'istonsiz kurt. Yana zo'rmi aka? Ha. Молодец, ajoyib. Yana. Hadi salom yo'llab qo'ying bu yondagilarga. Yaxshi. Asa yo'lingiz bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat. Yo'llar bexatar bo'larsan. Yaxshi ko'rishguncha. Yaxshi, sog' bo'ling. Yaxshi vaqtda. Yaxshi. Bir kafega to'xtab qolasiz deb. Xudo xolasa rahmat. Resa qasarsa, yetmadimi? Asfaltni. Buni. Allah razı olsun. Молодец. Молодец. Xom go'sht berib turibdilar. Nishatamiz bo'lsa pishirib yeysilar opamlar. Молодец. Хорошо, спасибо вам большое. Молодец. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Yana xom go'sht. O'zbekistondan Makkaga qarang-acha, mana bu xom go'shtda biz ham uni yeya olmaymiz, zaya bo'ladi. Sizga, yo biz pishira olmaymiz buni, qayerda pishirmaymiz? Suv beraymi, suv beraymi? Ad dush sizga, men tutun. Qo'y, yotib techa. Yotmas, men olasiz, nimaga yotib? Ad dush biz qayerda pishiramiz buni aka? Bu sizga bu. Voy, kerak. Salom alaykum O'zbekistonga. O'zbekiston, Haj xudo xolada. O'zbekiston, ha? Biz O'zbekistonda. Men bilan. Sen o'zing mana men jo'zimadi. Mana. Assalomu alaykum bura. Ya maşallah. Yaxshimiz, siz. Qani yetdingiz? Allah razı olsun. Hammasi zo'r. Mana shu bola ismi nima oting? Sabrjon bizlar bir kilometr bormi? Shu yerdan ko'ribdi. Suv olib yugurib kelayotgan yerimda mana shu do'stimiz tashib kelayotgan shu mashina mindirib kelyapti. Hozir suv olib keldi bizlarga. Ilohim Alloh rozi bo'lsin. Mujik, respekt. Молодец. Yana shundan bo'ladi inson. Yerimizdan 3 kun yugurib kelayotar ekan.